Ko'pchilik qiynaladigan part 4 haqida gaplashamiz bugun. Menimcha shuni rosa ko'p student, ya'ni candidate deylik, the most difficult part deb hisoblaydi. Endi to'g'risi ham bundan 9tadan 9 topishingiz kerak. Chunki bu sizga как B1 plus qilib beradi bitta o'zi. 9ta bu siz uchun yaxshi natijada. Endi siz ishlashni bilmasangiz, sizga mana bu narsa katta ko'rinadi. Keyin mana multiple choice'da bir mujmal ko'rinadi. Endi true false not givenga keladigan bo'lsa, вообще topa olmaysiz. Shunaqa holat bo'lishi mumkin. Okay, endi sizdagi kamchiliklarni aytib beraman. Buni men o'zim IELTSga tayyorlanayotganimda ham o'rganganman. Qisqasi, title bo'lsa, sarlavhasi bo'lsa yaxshi. Endi bizda sarlavha yo'q ekan, mana qo'yib qo'ymayapti. Lekin siz qandaydir xayolingizda bo'lib olishi kerak, nima haqida tekst bo'lishi. Chunki siz bittada savolga o'tib ketsangiz, tushunmaysiz. To'g'risi ham ololmaysiz. Nima qilinadi? Birinchi gap o'qib olinadi. Keyin bunda ham tushunmaysiz, keyin yana o'qiysiz, как tushunib olguncha o'qiysiz. Men masalan, qaranglar, o'qiymiz. Cloud Forest, Ekvadordagi Cloud Forestga yetib keldim 10 kun oldin deyapti. Qisqasi, volontyorlar bilan ketdi. They wanted to save the rainforest. Okay, rainforestni saqlab qolish uchun, unga nimadir foyda keltiradigan help qilish uchun volontyorlar bilan Ekvadorga kelgan. Okay, men уже miyamda tasavvur bo'ladi. Rainforestda bu odam qandaydir sumkalari bilan yuribdi, boshida shlyapalari bilan 12 ta odam bor. O'sha yurishadi, qandaydir past yo'llardan yurishadi. O'sha xayolimda bor. Aha, nima bo'lar ekan? Shu haqida bo'lar ekan. Examda adashmasam algoritmlar haqida ham oldim. Qisqasi, nima bo'lishi haqida sizni birinchi fikringiz bo'lishi kerak. Bittada savolga o'tmaymiz. Lekin undan keyin savolga o'tamiz. Polni tekstni o'qib chiqmaymiz. Savolni qanaqa qilamiz? Manaqa qilamiz. Bu bilan buni o'qib olamiz. Okay, polni variantlari bilan emas, savolni. Qarang, birinchi, according to the narrator, scientists believe that, ya'ni bizga hikoya qilib beruvchimiz aytyaptiki, olimlar ishonadi nimadirga. Okay, olimlarni как fikri kerak bizga. Endi mana uni nimaga o'qib qo'yamiz? Chunki u ketma-ket chiqadida. Mana uni javobiga kelib qoladigan volontyorlar mana what type of work did the volunteers have to do? Volontyorlar nima ishlar qilish kerak edi? Endi volontyorlar u qilish kerak edi, bu qilish kerak edi deb tekstda o'tib ketadigan bo'lsa, birini javobi tugabdi deysiz. Как o'shani ichidan olishim kerak deysiz. Demak, scientistlarni nimadirga ishonishi, volontyorlarning qiladigan ishi. Okay. Tepadan tushunib ketinglar, please. Buni 100% o'qiymiz deya olmayman, chunki bog'lamasangiz chiqmaydi javobi. Siz o'sha birinchi scientistlar haqida gapiradigan gaplar bo'ladi-da, o'sha scientistni o'qigangizdan keyin o'qib analiz qilib ketaverasiz. Undan keyin mana scientistlar bor ekan, qisqasi ungacha kelamiz. Undan keyin bizni ishlarimiz mana uni o'z ichiga olgansa, ikkinchiga o'tib ketdi. Demak, birinchini javobi mana shu yergacha chiqar ekan degan holatni olishingiz kerak. Shuning uchun ikkovini o'qib olyapmiz. Endi men sizga tahlil qilib berishga harakat qilaman va please bu yerga vokabulingiz zo'r bo'lib ketsin. Bo'lmasa ichidan o'rganing vokabni. Hop, 10 kun oldin Ekvadorga Cloud Forestga yetib ketdi. O'sha 12 ta volontyorlardan bittasi edi bu. Rainforestni save qilishmoqchi edi. O'sha volontyorlar ko'ngillilar borganda. Bu tripga borishni sabablari ikkita ekanmi? Shunaqa ikkita deb tushundim. Birinchisi, ba'zi bir yo'qolib ketayotgan bo'ladimi? Yo'q, yo'qolib ketmayotgan ekan. Fascinating, cho'tka hayvonlarni to'plab, ularni как tirik holatda olib kelish deyaptimi qayta? O'sha narsaga keyin qushlar, reptiliyalar bor-ku, sudralib yuruvchilarni, shu qisqasi narsalarni, hayvonni, qushni, reptiliyalarni collect qilib bring back alive deyapti. Shu regionga qayta olib kelishadi ekan. Birinchisi, okay, hayvonot dunyosiga yordam bermoqchi bo'lgan. Endi ikkinchisi, I had long cherished dream deyapti. Ikkinchisi orzusi bo'lgan, South Americani ko'rish orzusi bo'lgan, not the inhabited deyapti. South America with its macadam roads. South Americani ko'rmoqchi bo'lgan, prosta hamma ko'radigan emas, haligi chotki joylar, mana barlari, chiroyli yo'llari, unaqangi narsalarini emas, flora fauna bor joylarni deyapti. Rosa mana shunaqa tez o'qib ketamanda, o'zi inglizchada o'qib keyin qayta o'qisangiz yaxshi. Men ko'zimni yugurtirishga harakat qilaman. Faqatgina u degan tushunmasam o'qib ketaman emas. South Americani not deb ketyapti-yu, shu kokteyl barlari, nimadirlari bilan emas. Flora fauna nima deydi? Hayvonot va o'simlik dunyosi bo'lgan sivilizatsiyani ko'rmoqchiman. Ya'ni modern South American emas, odamlar yashaydigan inhabited emas, flora fauna bor joyini ko'rmoqchi ekan. Okay, ikkinchisi dream bo'lgani uchun, birinchisi animal deb, ikkinchisi dream bo'lgani uchun ketdi. Keyin few remaining parts of the continent deyapti. Bu qit'ani bitta ikkita joyi qolgan ekanda, o'sha narsalarni ko'rmoqchi bo'libdi. Fate deyapti. South America qanaqadir tugab ketayotgan joymi? O'sha taqdirdan qochib qutulgan deb beryapti bu yerda. Qutulib qolgan bitta ikkita tirik qolgan joylari bor ekan kontinentda, o'shalarni ko'rmoqchi edim dedi. Xuddi mana birinchi discover qilinganda Amerika qanaqa edi? Shunga ozmi ko'pmi o'xshaydi-ku, shu joylarni ko'rmoqchi edim deyapti.
u rainforestlarni ko'rmoqchi bo'libdi, landlarni ko'rmoqchi bo'libdi. Untouched degani odam qadam yetib bormagan deydimi? Tegilmaganda, tegilmagan, sof holida turgan, natural turgan wildlifeni ko'rmoqchi ekan. Haligi zooparkka bormoqchi emas, haqiqiy natural wildlifega bormoqchi edim dedi. Okay, biz local people bilan, keyin scientist bilan ishladik deyapti. Ana birgalikda working together deyapti. Va biz o'rgandik, ko'rdik, yangi narsalarni har kuni o'rganib ko'rishibdi. Ularni lodge comfortable ekan, keyin zo'r manzaralari bor ekan, rainforestni o'rtasida ekan. 2 soatlik yo'l ekan. Eng yaqin yo'lga chiqmoqchi bo'lsangiz, piyoda 2 soatlik yurishingiz kerak ekan. Chunki forestni ichida-da u. Keyin nearest village'ga undan ham uzoq ekan. Как yo'lga chiqsangiz 2 soat, endi village'ga boraman desangiz, undan ham uzoq soat yurishingiz kerak ekan. Rainforest juda ham zo'r joy ekan. Keyin 2000 ta deyaptim. Yo'q. Minglab turlari bor ekan plantsni, 700 talab birds bor ekan turlari, insectlar bor ekan. Okay, bizda hali javobimiz chiqmadi. Scientist degan so'z keldi, lekin ba'zilar nima qiladi? Qani scientist degan so'zim topolmay qoldim. Mana. Bu yerda scientistlar nimadirga ishonadi degan joy kelmadi. Ko'pchilik bitta so'zni qidiradi bu yerda. So'zni topgandan keyin mana shu atrofda aylanaveradi. Yo'q, tepadan analiz qilib ketsangiz yaxshiroq bo'ladi. Hali kelmadi mening javobim. Scientistlar nimadirga ishonadi degani kelmadi. Deysiz. Endi mana millionlab insektlar bor ekan. Keyin scientists think, mana shu yerda fikrlari ketyapti. Olimlar o'ylashar ekanki, there may be around 40 mammal species. Aha, yana bu yerda 40 tacha turi bor ekan, sutemizuvchilarning emizuvchilarning turi bor ekan, hali discover qilinmagan. Ya'ni, xo'p, odamlarga ma'lum turlari buncha ekan, lekin yo'q, bu yerda yana ko'p, bularni biz hali o'rganmaganmiz. O'zimiz uchun insoniyat hali kashf etmagan ekan. Olimlarning ishonchi bo'yicha, yo'q, mana shu yerda hali discover qiladigan, o'zimiz uchun kashf qiladigan narsalarimiz ko'p deyilgan. Okay, mana olimlar ishonadi degan joyda mana shu variant bo'ldi. Endi meni amazed qilgan narsa, hamma narsa survivalga bog'liq ekan. Depends on everything else for survival. Hamma narsa bog'liqmi? Bir-biriga bog'liq ekan. Har bitta tree bog'liq ekan, boshqasiga keyin men ularni bilmadim so'zlarini. Qushlarni gapiryaptimi? Plantsga monkey kerak, nabrot. Plantsga monkey kerak. Masalan, urug'larni sepib nimadir qilgani, keyin cloud ham kerak survival uchun, butun rainforest tirik qolishi uchun yomg'ir nimadirlar kerak deyapti. Chunki ular moisture, namlik ishlab chiqaradi. Уже o'tib ketdi. Mana scientistlar ishonadigan joy o'tib ketdi. Okay, nima desa bo'ladi? Endi scientistlar gapirgani. Rainforestdagi plantlarga so much water kerak emas, deyapti. Endi hozir o'qigan joyimizda teskarisi edi, qarang. Hamma narsa bir-biriga bog'liq. Masalan, unga bu kerak, bunga bu kerak va bizga o'sha cloudlar ham kerak. Chunki ular namlik ishlab chiqaradi. Namlik degani suvda, masalan, o'sha bulutdan yomg'ir yog'adi, nimadir aylanadi-ku. Ja tushunmayman-ku. Lekin namlik kerak bo'ladi deyapti. Rainforest tirik qolishi uchun namlik kerak bo'ladi. Okay, mana g'irt teskarisi bo'lyapti. Endi scientistlarning gapi ham emas bu. No, anyways, uncha suv kerak emas degan joy tushmayapti. Buni aytmadi, scientistlar ishonadi deb turib. It's impossible to control the animals. Buni ham gapirmadi. Forestdagi animalni, birdni control qila olmaysiz demadi. Scientistlar u narsani umuman gapirib o'tmadi. Control qilishmoqchi ham emas. Endi see that they should study animals without catching them. Ya'ni hayvonlarni tutib olmasdan turib o'rganish kerak. Uni ham gapirmadi. There is a number of unknown types of animals in the forest, in the rainforest. Unknown type degani unknown, noma'lum. Noma'lum turlari bor. Yes, mashina olamiz, chunki 40 tacha hali o'zimiz discover qilmaganlarimiz, biz bilmaydiganlarimiz bor dedi. Yes, shunga tushib ketdi. Mana. Men doim shunaqa ishlayman. Mana uchog'i xatoligini isbotlab turib, mana shu narsa aniq bor. 100% olamanda, ishonchim komil bo'ladi. Ana. 100%. Endi volontyorlarning qiladigan ish kerak edi-ya. Bizga hali cho'ta chiqmayapti. Climate change cloudlarni 1-2 metr har yil o'sishiga, ko'payishiga yordam beradi deyapti. Bu problema ekan, nimadir ekan. Jat tushunib olmayapman-u. Lekin savolim shunaqa bo'lsa, o'tirib olib tushunaman. Prosta men kerak emasligi uchun unchalik e'tibor bermayapman. Plantlarga nima bo'ladi? What will happen to the plants that need this moisture? Nima bo'ladi deyapti shu namlik kerak bo'lgan plantlarga? Animallarga nimaga bu plantlar kerak? What will happen to the animals that need? Yo'q, plantlar kerak bo'ladigan animallarga nima bo'ladi? Our job was to watch this changing ecosystem. Mana volontyorlar nima qilish kerak edi? R deganda bu nimani nazarda tutyapti? Men va mendan tashqari yana 11 ta volontyor bor dedi-yu. O'sha nazarda tutyapti. Nima qilishing kerak desa, hop, bizning ishimiz shu o'zgarayotgan ekosistemani watch qilish, kuzatib borish deyapti. Bitta proyekti bor ekan, bird survey ekan, har kuni ular 5 larda local scientistlar bilan jo'nab ketishar ekan. Bunaqa paytda air juda ham qushlarning ovozi bilan to'la bo'lar ekan. Birds we hear. Eshitadigan qushlarini
mana ovozlarini eshitadigan qushlarni identify, ya'ni aniqlash kerak ekan qanaqa qushligini и o'sha nima topganlarini yozib borar ekan. Keyinchalik hamma informatsiyani kompyuterga kiritishar ekan, ana joyiga borib olib turib, yana kameralar o'rnatishar ekan, pumalarni zapis qilgani, birlarni, keyin boshqa katta sut emizuvchilarni hammasini rekord qilish uchun kameralarni ham o'rnatib qo'yishar. Endi masalan, hayvonni rasmga olaman desangiz turib bermaydi-yu. O'shuning uchun kameralarni o'rnatib qo'yadi, u uzoq vaqt yozib turar ekan. O'sha qaytyapti. Judayam pumalarni ko'rish exciting, chunki other animals around that they would normally hunt. Pumalarni ko'rish bu degani atrofda yana ov qilish uchun boshqa hayvonlar bor degani ekan. Kameralarni treelarga qo'yishar ekan. Keyin har kuni volontyorlar kameralarni memory cardini, как chiplarini olib ketishar ekan. Okay, o'sha mayerda qiladigan ishlarni hammasini sanadi va boshqa mavzuga o'tib ketyapti, abzatsga o'tib ketyapti, satrga o'tib ketyapti. Как bu degani tugadi, bitta topikda gapirishim, endi umuman boshqa narsaga o'taman degan. Demak, hamma narsani qiladigan ishlar nimada? Prosta ekosistemni kuzatar ekan demadik? Yo'q. Mana hamma qiladigan ishlar, birdlarni, keyin kameralarni, nimadirlarni gapirib turdim. Endi analiz qilamiz. Study birds singing. Qushlarni qo'shig'i analiz kuylaydi dedim. Kuylaydiganlarni study qiladimi? Yo'q, uni aytmadi. Identify qilamiz dedi. O'sha qanaqa qush ekanini, buni kuylashini demadi. Puma bilan birlarni search qilamiz dedimi? Qidiramiz dedimi? Yo'q, qidiramiz demadi. Ularni rekord qilib olishadi. O'zlari qidirib yurmaydi. Ko'pchilik nima qiladi? Mana birds degan joy bormidi? Ana tekstda birdsni olaman deydi. Puma degan joy bormi? Puma birni olaman deydi. Lekin sizga umumiy tush kerak-da. Observe the changes in the wildlife, ya'ni o'shindagi o'zgarishlarni kuzatib borish. Bu bormidi? Yes, bu bor edi. Watch the changing ecosystem degani. Qarang, observe degani kuzatish, watch deganimiz ham kuzatish. Changes qolyapti, wildlife, ecosystem o'zi ikkovi bir-biriga sinonim bo'lyapti. Mana. Kuzatish edi. Endi did I list the type of plants in the rainforest? Altada ro'yxatini tuzib chiqasiz dedimi? Yo'q, unaqa demadi. Birdsni identify qilish kerak edi. Puma birlarni rekord qilardi. Keyin buni plantslarni list qilib chiqadi demadi. O'sha data to'plab turib, datani kompyuterga kiritadi dedi. U list qilib chiqadi. Qanaqa plantlar ham demadi o'zi. O'sha joylar tushmadi. Bunda ham 100% oldim mana. Mana. Xuddi shunaqa bo'ladi. Qarang guys. Tomog'im juda ham og'riyapti nimagadir. Hammasini o'qib chiqasiz baribir. 3-savolga javob topish uchun, masalan, nimaga deb turib so'rayaptimi? Qisqa savolni tushunib olasiz, keyin mana uni baribir o'qiysiz. Qarang, oxiriga yetib qoldingiz o'zi. Mana. Oxiriga yetgunizcha 21, 22, 23, 24 ni javobi chiqadi. Mana. Tekstni oxirigacha tartib bilan ketib chiqadi. Keyin siz chotki buni ishlaganingizdan keyin to'g'ri 100% topdingizmi va tekstni 100% tushunib oldingizmi? Mana u problema bo'lmaydi. Qarang mana. Chunki men qaramasdan ishlayman odatda true false no information bu degani 4 tani ishlab qo'yasiz. Bu yog'ini siz ko'z yumib topaverasiz. The only reason for traveling to Ecuador was to contribute to the protection of endangered animals. Nima deyapti? Yagona sababi deyapti, o'sha Ekvadorga borishni yagona sababi yo'qolib ketayotgan hayvonlarga yordam berish, himoya qilish. Bizda nima edi? Ikkita sabab bor, to'g'rimi? Bitta emas, the only emas. We had 2 reasons. Birinchisi animallarga yordam beraman. Ikkinchisi meni dreamim bor edi dedi. Bo'ldi. False'ni olamiz mana. Ana. Endi there were more areas deyapti. Ko'pgina hududlar bor edi. Sivilizatsiya tomonidan influence qilingan untouched onesdan ko'ra South Americada compare qilmadi, buni taqqoslamadi. Как modern bo'lib ketgan joydan ko'ra mana untouched joyi kamroq deyapti mana. More deyapti. O'sha sivilizatsiya ta'sir etgan joylar ko'proq untouched hududlardan ko'ra. Bizda bor edi, lekin uni taqqoslamadi. Sizga isbot uchun yana qayta ko'rib beraman. Mana hozir mana shu rangda olaman ke. Mana. Bu yerda men South American kokteyl barlarini, unaqangi cho'tki joylarni emas, sivilizatsiya hali yetib bormagan, insoniyat tomonidan hali o'zlashtirilmagan joylarga bormoqchiman dedi. Lekin bu yerda kam ko'pligini aytmadi. More or less deb buni gapirib ketdi. Bu boshqa narsa. Taqqoslamadi. Anu ko'proq, manu kamroq degan joyi yo'q. Okay? Demak, siz nimani olasiz? Odamlar juda xato ishlaydigan sivilizatsiya degan so'z bor, untouched degan so'z bor. Bu to'g'ri shekilli. More degan so'z ham bor deydi. Yo'q, siz comprehensionism bo'lmasa ola olmaysiz. Mana qarang. 26da hozir no information olaman, chunki compare qilingan joyi yo'q. Bu narsalar aytilgan bo'lishi mumkin, lekin undan ko'ra bu ko'p deb turib thenni bilamiz. Dan ko'ra deb turib compare qilib beradi. Comparison ishlatiladi. Ana qiyosiy darajada. Qiyoslanmayapti bu yerda. Xuddi shunaqa qilib ishlasangiz vashyo oson ketadi, ishoning. Hozir men ko'p gapira olmaganim uchun hammasini ishlamadim. Ko'rdingizmi? Tepadagi tekstni cho'tki tushunsangiz, mana uni qaramasdan ishlab qo'yasiz. Mana yana 2 soat oladi, bu joyi ham bor, to'g'rimi? Hamma narsa bor. Shunday ishlab qo'ya olasiz. Tekstni oxirigacha o'qib turib 4 tani ishladingizmi? Buni siz tekstga qaramasdan turib ishlab qo'ya olasiz. Prosta tekst bilan cho'tki ishlash kerak.
tekstni tushunib ishlash kerak. Mana u narsani tushuntirib ketdim, o'shuning uchun qiynalmadik.